Daryo emas. Opa degin. Opa bo'ladi senga. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizni yaxshi ko'raman. Xo'p, men ham sizlarni yaxshi ko'raman, bolam. Bolani san urdingmi? Otasi urdi. Qo'li sinsin o'sha otasini. Voy. Otasiga gapiring. Nimaga menga gapiryapsiz? San shularga ona bo'lmoqchi. Kechqurun mehmonlar keladigan bo'lyapti. Qariban boru sog'lig'i yaxshi, ko'z tegmasin. Menga uylanganingizdan beri aptekalaringiz ham 4 ta bo'ldi. Barakani ko'ryapsizmi? Bitta baraka berib tug'ib bersangiz. Voy, men sizga Hasan Zuhra tug'ib beraman. Xola, boya mayit gapiradi dedingiz. Rostdan ham mayitlar bilan gaplashasizmi? Ha. Shu yerda siznikida siz bilan yashasa nima qiladi? Voy, men akam bilan umuman yuz ko'rmas bo'lib ketaman keyin. Bir kuni 18 yosh qizni yuvgani bordim. Lekin aya, Rostdan. sizni dardingizni men yaxshiroq bilsam kerak. Daryoni uyga kirgizganga o'xshaydi. Nima? Bolalar bilan ko'rishgani aniq. Bu xotiningizchi? Bizani tinch qo'ymaydi. Eringiz bolalaringizni onalik huquqidan mahrum qilmoqchi bo'lgan. Men onalik huquqidan mahrum bo'lmaganman. Ish qilib bilinib qolmasa bo'ldi. Bilinmaydi. Nima qilyapsizlar? Xolamni qabrlarga kelib Qur'on o'qib ketyapmiz. Mana bu nima qarang? Nima ekan? Qo'g'irchoqmi? Qo'y. Seni media. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keldingizmi? Ha. Yuring. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizni o'g'il yana nima qildi? O'tiring. Kamronni bu ahvolga kim keltirdi? Men nima qildi? Tinchlikmi? Nima deganingiz nima qildi? Bolani ahvoliga qarang. Bolani urganingiz uchun jazo borligini bilasizmi? Aka. Nima? Siz bolaligingizda kalta yemaganmisiz? Yo, biz kalta yemaganmizmi? Ha, endi bola kalta yeb katta bo'ladi. To'g'rimi? Meni otam hech qachon qo'l ko'tarmaganlar. Men ham sho'x bo'lganman. To'g'ri, akamdan kalta yeganman. Onamdan kalta yeganman. Lekin hech kim o'lasi qilib urib ko'zimni ko'kartirmagan. Bolani ahvolini qarang. Yo'q, men bir narsaga tushunmadim. Bolani shunchalik ham uradimi? Hamma yog'ini momatalog'i chiqib yotibdi. Bu bola tarbiyasi og'ir bola emas. 1-sinfdan beri o'zim o'qitaman. Allochi namunali bola. Endi bilasiz. Onasi qamalgan. Shundan keyin tarbiyasi o'zgardi. Men ota bo'lib tarbiyaga chaqirdim xolos. Nimaga kalta yeganingni aytmadingmi? 10 yosh bola. Kechasi 12da sigaret chekyapti. Nima qilish kerak? Men sigaret chekmadim. Tuhmat qilishdi. Men ishonmayman bu bolani sigaret chekishiga. Kamron juda iste'dodli bola. Men buni yaxshi bilaman va sinfidagi hamma bolalarni yaxshi bilaman. Bizni maktabda sigaret chekadigan bola umuman yo'q. Bu gal sizni ogohlantiramiz. Yana takrorlansa, bu bilan nafaqat biz, vasiylik va homiylik organlari shug'ullanadi. Bolalarning huquqini
himoya qilish organi shug'ullanadi. Endi bunga onasi o'rgatgan. Maktabingga bor. Dadang ustida arz qil deb. Oyimga tuhmat qilmang. Sen bilan uyda gaplashamiz. Xo'pmi? Bo'ldimi? Shunga chaqirtirganmidinglar? Sizni ogohlantirdik. Agar yana qaytarilsa, bunga chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Yaxshi. Menga ruxsat. Bolani olib ketsam bo'ladimi? Mumkinmi? bor. Darsi bor ekan. Yaxshi. Mayli. Boravering. Agar adam yana bitta ursalar, ularni jazolaysizlarmi? Xavotir olma bolam, boshqa seni adang urmaydi. Bor darsingga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, Va alaykum yaxshimisiz? assalom. Sizni kutayotgandik. Nega? Tinchlikmi? Nega ishga tushmadingiz? Xolam namozalari yo'q. Shunga bugun javob so'ramoqchi edim. Ertadan ish boshlasam bo'ladimi? Bu nimazalar yo'q edi, javob bering. Mayli, mayli. Yordam kerak emasmi? Dorilar berdim. Endi buguncha yonlarda bo'la qolay. Yaxshi. Rahmat. Ha, mayli bo'pti. Ertadan ishga tusharsiz unda. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kenay, Daryo, yaxshimisiz? yaxshimisan? Nima qilyapsan bu yoqda? Ish bilan kelgandim. Xolang qizini uydamisan? Shunaqa. Ano, Tohirmi Go'rku? Taniysizmi? Ha? Nima qilyapsan bular bilan? Ishim bor Kenay. O'g'lingizmi? O'sha kuni borganimda yo'q eding. Yaxshimisan? Ha, bu seniki deydi. Katta bo'lib ketganini qarang buni. Amming bo'ladi. So'rash? So'rash? Assalomu Yaxshimisan? alaykum. Sochlaringdan bo'ylarini o'sib ketganini. Kichkinagina bola edi. Katta bo'lib ketibdi. Voy, acham qilgin, acham qilgin. Opang bo'ladi-ku. Tanimadim, oyi. Ha, endi tanib olasan. Tog'am yaxshimilar? Ha, yaxshi. Mayli. Gaplasharmiz, ha? Mayli. Ha, mayli. Ketdikmi yigitlar? Ketdik. Daryo opa, hay Salima kelchi. Kenayni qayerdan taniysiz? Yangam bo'ladilar. U yangingizni butun qishloq yomon ko'radi. Bilasizmi? Nega? Bizga uzoq qarindosh bo'ladi. Shunaqa shallaq ayol. Qaynonasini o'ldirib yuborgan deyshadi. Ey, g'iybat qilma. G'iybat qilish gunoh. Shuni ham bilmaysanmi? Xo'p, xo'p. Ketdik. Dog'larni chiroyliligini qaranglar. Havo shunaqangi tozaki. Voy, Asal, Ko'rmasdilar chiroyliligini. Mashinali kelyapti-yu. Rasmga tushishga berilib ketibman. Chetroq tursangiz bo'ladi-yu. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Havoni qarang, berilib ketibman. Ha, bizni qishloqning havosi toza. Ha, juda ham toza ekan. Ovora bo'lib keldingizmi? Yo'q, ovorasi bor ekanmi? Men o'zim bilan Kenayimni olib ketib kelgandim. Nima qilamiz? Pastga qishloqqa tushamizmi? Yo'q. Mana shu mozorda. Shu yoqdami? Mozor ichidami uyligi? Qo'rqmasdan qana qilib yashayaptilar u yerda. Bu dunyoda
o'likdan emas, tirikdan qo'rqish kerak. To'g'ri, men bo'lganimda qo'rqardim. Yuring. Chiqing mashinaga. Ha, mashinada boramizmi? Ha, mashinani tashlab ketmayman-ku. Xo'p, Chiqa qoling. bo'pti. Kechirim so'rash niyating yo'qmi? Nimaga? Qilgan ishingga. Men hech narsa qilmadim. O'zlari ko'zimni ko'rib sizni chaqirishdi. Men chaqimchi emasman. Bo'pti, tush. Ishini qilib o'tir. Cho'charayani uyida o'tirib tursam bo'ladimi? Bitta o'zim zerikib ketaman. Mayli bor. Kelganda chaqiraman, ehtiyot bo'l. Bo'pti, ada. Asal opa. Voy, Kenaya. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'inib ketdim-u. Men ham sog'indim. O'zingiz yaxshimisiz? Qanaqasiz? Men yaxshiman. Gunoh, gunoh, bularga qarash gunoh. Ko'rinishingiz yaxshi. Yuring, uyga kiramiz. Yura qoling. Nima qilyapsan? Qizlarga qarash gunoh. Gunoh? Kene ishga-ku bular. Tohir, qarasa bo'radi. Qarasi bo'ladimi? Ha? Qizlamas-ku, kene ishga-ku. Yur, yur, yur. Buni xatga qo'y ekan. Keling, opa. Voy, xola. Nimaga turib oldingiz? Qon bosimingiz oshgan dedim-ku. Xavotir olma. Ancha yaxshiman. Bitta uxlab turib yaxshi bo'lib qoldim. Bitta uxlashlik holim bor ekan. Opam kelibdilar. Voy. Keling. Assalomu alaykum. Kelinglar. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'liqlar. Assalomu alaykum. Yaxshi xola. keldingizmi? Yaxshimisiz? Sog'liqlar Charchamay yaxshimi? yuribsizmi? Qani, yuringlar. Kiringlar. Yuring, Obkir, ichkariga kiraylik. obkir, Yura obkir. qoling. Yuring, siz ham kiring. Choy qo'y. Men o'zim qo'yaman. Qarang buvi, Ho, G'iyos kelibdi. Assalomu alaykum buvijon. aylanib ketay bolamdan. Voy, o'zim o'rgilay. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Sonlari yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'qishlari yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, shahardan o'qishdan keldim sizlarni ko'rgani. Voy, yaxshimi o'qishlaring? Sizga juda ham ko'p sovg'alar olib keldim. Voy, ovora bo'psan, ha bolaman. Yo'q, Topganiga baraka bersin, ilohim. Amin. O'qishlarini a'lo bitirib, yaxshi joylarga ishga kirgan. Alloh Amin, akbar. Alloh. Rahmat. Hay, bor choyga qara. Xo'p bo'ladi. Yur, yur, men qarashib keling, olaman. kiramiz. Charchamadingmi kelib? Yo'q, Kelinglar, kelinglar. Qani, yuqoriga. Qani mehmon, yuqoriga chiqinglar. Kelinglar bolalarim. Kela qolinglar. Ya bismillahirrohmanirrohim. Ana. Qani, ilohim amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Xush kelibsiz mehmon. Tan joninglar sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch, xonadonimiz obod bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi O'zingiz keldingizmi? yaxshimisiz? O'zim o'rgilay sizdan. Rahmat. Hop kelib qolibsiz. Qani dasturxonga qaranglar. O'zingizlar yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xudoga shukr. Xudoga shukr. Qani, nonlardan ushatinglar. Opa, bolalar yaxshi yuribdimi? Bolalar yaxshi. Meni kutib o'tirishibdi, amma siznikiga qachon boramiz deb. Oyimni chaqirasizmi deb. Shu akamga ham insof bersin ish qilib. Aytgancha, Kenaya, pul olib kelgandim. Advokatni tezroq hal qiling. Endi meni qo'limdan keladigani shu. Oling.
O'zi ham o'sha kunida o'tirib, shuncha pulni yo'qotdim. Kel menga olib. Mana buvijon. Baraka top. Mayli, kelgan balo qazo shunga ursin deyishadi-yu. Shunaqa bo'lish kerak ekan. Siqilmang. Rahmat sizga. Qaytarib tayyor qilib keladi. O'rgatganman bolaga. Ha, voy, rahmat. Uylar biram fayzli ekan. Kelgan odam qolgisi kelar ekan. Ha, qoling. Ana, bitta qizim bor. Rahmat. Ikkita bo'lasizlar. Ha? Havolari ham biram toza ekan. Havolari ham mayli. Xonalarni biysizmi Ha, xonalarni? Hammasi boshqacha. Ahvolingiz yaxshimi? Boshingiz aylanmayaptimi? Hayyo. Otdayman, o'tiribman-ku. Hozir yana bir marta qon bosimingizni o'lchab qo'yaman. Yo, o'lchayversang chiqaveradi. O'lchama. Qaytaga o'lchamagan yaxshi. voy, uzra, hozir akam qilyaptilar. Alo. Allo. Qayerdasan? Ish bilan edim aka. Taxminan nechalarda kelasan? Boraman, 8 gacha boraman. Ha, Malika ketish kerak edi. Bo'ldi, xavotirlanmang, Xo'p, boraman. mayli. Xo'p. Tinchlikmi? Bolalarni uyingizga olib kelasizmi? Yo'q. Akam 1 soatga kelib qarab tur deyaptilar. O'shanga kech qolib ketmagin deb aytgani qilibdilar. Borsam, telefon qilib beraman sizga. Iltimos. Shunaqa qiling. Telefonimni yoqdim. Ha, aytdilar yoqqaningizni. O'shanga qilib beraman deyapman. Keyin xavotirlanmang. Voy, aka, assalomu alaykum. Namuncha kech qolding. Qayerda yuribsan? Ishlarim ko'payib ketdi. Ozgina ushlanib qoldim. Nebeta turibsizlar, kirmaysizlarmi ichkariga? Xullas, Mohinur ikkalamizni birga ko'rib, asabiylashib baqirib tashladi. Xullas yoqtirmayapti. O'zing kelganing yaxshi bo'ldi. Sen unga tushuntir. Xohlaydimi, xohlamaydimi, Malika uni onasi. Ko'nikishga majbur u. Aka, o'shancha men aytgandim, ovora bo'lmasinlar deb. Kamron qani? Kamron maktabdan olib kelib qo'shiniga tashladim. Bu yerdan qaytganda olaman. Men qara. Sen yaxshilab tushuntirgan. Xo'p, xavotirlanmang. Biz qaytdik. Yur Mayli, ketdik. yaxshi boringlar. Voy, kurtkamni ovoling hozir. Ovoling, ha. Alo? Assalomu alaykum, Raya xola. Voy Daryo, sanmisan? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Xudoga shukr, o'tiribmiz. Ha, yaxshi. Shu meni raqamim. Qo'ng'iroq qilib qo'yay degandim. Ertalabdan beri telefon qilishga qo'lim tegmadi. Telefon oldingmi? Voy, qanday yaxshi. Asal opam eski telefonlarni bergandilar. Ha. Endi raqam oldim. Yaxshi bo'pti. Qachon kelasan? Borib qolarman. Bolalarim yaxshimi? Komron manikida je vaqtida telefon qilibsan-da, Yo'q, qizim. Chaqirasizmi? Komron? Multfilm ko'ryotdi. Komron, kel bu yoqqa. Oying. Gaplash. Alo? Kamron? Yaxshimisan? Ha, oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, bolam? Rahmat. Yaxshi yuribsan? O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Sog'inib ketdim. Qachon kelasiz? Boraman, bolam. Men ham sizlarni juda ham sog'indim. Singling qani? U ham shu yerdami? U yo'q. U botda emas. Qayerda? Adam bilan restoranga ketgan. Nega? Men borgim kelmadi. Ha, Checharayanikida qolay dedim. ha, yaxshi. Men xudo xohlasa boraman, bolam. Sog'indim sizlarni. Biz ham sog'indik, oyi. Jonim bolam. Mayli, yana telefon qilaman. Faqat men bilan gaplashganingni hech kimga aytmagin, xo'pmi?
Xo'p, oyi. Keyin men o'zim senga telefon qilaman, xo'p? Telefonim bor-a? Sizda, to'g'rimi, oyi? Ha, telefoning bor menda. Xo'p, oyi, bo'pti. Bo'pti. Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Kechirasizlar. Qarab oling. Bolam, keldingmi? Oyi, yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Qo'lingizdagi nima? Tinchmisan? Mazam bo'lmayapti, bolam. Shuning uchun chaqirdim seni. Olgan ukollarimni hech foydasini bilmayapman. Nega? Bilmadim, boshqa doktorga olib bor. Mayli. Oyi. O'zi endi 5 kun bo'ldi davolanayotganingizga. Ha, ukollar birpasda ta'sir qilmaydi-ku. Yaxshi ukol bo'lganda foydasini 2 kunda ko'rardim. Yuragimni og'rish to'xtamayapti, mazam bo'lmayapti. Men narsalarimni yig'ishtirib chiqaman-da ketaman. Meni olib ket, bolam. Qo'ysiz-chi, oyi. Hali hech qancha bir hafta yoting hech bo'lmasa. Yo'q. Sharoitlar yaxshi. Foydasini ko'rmadim. Meni olib ket. Kechirasiz. Kasallik varaqangizni ko'rsam bo'ladimi? Ko'rsat chiqqani mana. Nimani ko'rasiz, tushunasizmi o'zi? Demak, bu ukollarni 5 kundan beri olyapsiz. Ha. Og'riq to'xtamayapti. Yo'q, foydasini ko'rmadim. Qo'lingizni to'g'riga ko'taring-chi. Voy, Orqada og'riq bor. Tushunarli, tushiring. Bu ukollarni bekor olibsiz. Sizda qon tomirlar shamollagan. Keyin osteoxondrozam bor. Yaxshisi oyizlarni boshqa shifokorlarga tekshirtirib ko'ring. Bolam bu yerda yotib foydasini ko'rmadim. Men narsalarimni yig'ishtirib chiqaman, olib ketasan. Boshqa doktorga olib borasan. Oyi, eng yaxshi shifokorlar mana shu yerda-ku hammasi. Yaxshi bo'lganda men foydasini bilardim. Bo'lmasam shaharga olib bor meni. Yaxshi doktorlarga olib bor. Foydasini sezmayapman. Yuragimni og'riq to'xtamayapti. Xola, yuragingiz kasal emas. Mazam bo'lmayapti. Boshqa lecheniya olishingiz kerak. Boshqa doktorga olib bora qoling. Men hozir narsalarimni yig'ishtirib chiqaman, bolam. Meni boshqa doktorga olib borasan. Oyi, baribir aytganingizni qilasiz-a? Yo'q, bo'lmadi. Menga qarang, siz nimaga aralashyapsiz? Biz oilaviy ishimizga. Sizga nima? Oddiygina bir farrosh bo'lsangiz, ishingizni qilsangiz bo'lmaydimi? Doktorlarga o'xshab maslahat berishingizga o'ylaymanmi? Siz boshqa shifokorga tekshirtirib ko'ring, keyin ko'rasiz. Endi sen qoluvding, menga aql o'rgatmagan. Eshitaman. Alo. Ha, opa, eshitaman, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Ha. Men senga advokat topdim. Davlat tomonidan yordam berilarkan sendagi ayollarga. Hattoki yolg'izonalarga. Uyi bo'lmasa, uy-joy ham qilib berilarkan yolg'izonalarga. Buncha yaxshi. Qayerda u advokat? Ertaga borib ko'rishimiz kerak. Ertaga bora olmayman. O'zi endi ishga keldim. Yana javob so'rasam, nima deyshadi? Ha, u kasalxonani glavvrachini yaxshi taniyman. Borib o'zim
gaplashib javob so'rayman. Ha, unda yaxshi. Mayli. Xo'p. Xo'p, kutaman. Bo'pti. Oyi, bo'ldingizmi? Kutib qoldim-ku. Chiqaman hozir. Tohir? Hey Tohir. Tur. Bu turdingizmi? Ha. G'aflat bosib bomdodga uxlab qopman. Dorisi kuchli ekan. Yaxshimisiz? Nima betda yotibsan? Yo. Mevoqli turdim. Ha. Ana Daryoyiz ishga ketdi. Daryoyiz emas. Opa degin. Opa bo'ladi senga. Ha, o'sha opa ishga ketdi. Choy tayyorlab ketdilar. Baraka topsin. Ertalabdan non yopdilar, somsa yopdilar. Baraka topsin. Sen nima qilib yotibsan? Tur. Sigirlarga qara, molxonaga qara. Yomg'ir yog'yapti-yu, buvi. Nima qilibdi yomg'ir yog'sa? Qandmi sayrib ketasan? Tur qara. Tinsin ozgina. Shu sandalga oyog'im tiqsam, uyqum kelaveradi-da. Sandalga oyog'ing tiqma o'shancha. Bor, ishingni qil. Yurishingni qara. Ana G'iyosjon olib kelib bergan ko'ylaklarni, kiyimlarni kiymaysanmi? Voy buvi. G'iyosda tug'ilgan kuni edi bugun. Bozorga tushishim kerak sovg'a olgani. Farmonim olib chiq. Aha, xo'p bo'ladi. Menga bering. Yuring. Mayli xola, yaxshi boring. Tuzalib keting. Mayli, qizim. Sizga ham rahmat. Rahmat. Baraka toping. Siz aytganingizdek bo'lsa, oldingizga kelib ketaman. Mayli, xo'p, rahmat sizga. Yuring, oyi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kecha kechqurun shu raqamga telefon qilgan ekansiz. Ha, meni ismim Daryo. Eshitaman. Zamira bilan qamoqda birga o'tirgandik. Men ozodlikka chiqdim. Zamira ham yaqinda chiqadi. Xo'p, keyin. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Zamira siz haqingizda juda qayg'uryapti. O'g'li yaxshimi? Ha, xullas. Zamirani bolasini boqishga kuchim yetmadi. Uni bolalar uyiga topshirib yubordim. Qamoqdan chiqsa o'zi olib oladi. Keyin meni bezovta qilmanglar. Nima? G'alati-ku. O'zini nevarasini o'zi bolalar uyiga topshirgan. Bechora Zamira. Dunyo qayerga qarab ketyapti? O'zbeklar urush paytida boshqa millatni farzandlarini boqib olishgan. Nega zamon o'zgarib ketyapti? Qanday qilib o'z nevarasini bolalar uyiga topshirish mumkin? Ha, Daryo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'rganib qoldingizmi? Rahmat. O'rganib Ha, qoldim. yaxshi. Charchamang. Yaxshi ishlang. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Raya xola, yaxshimisiz? Rahmat. Kecha kech keluvdik. Xo'sh. Sizni bezovta qilmadik-da. Haligi Kamron turdimi? Turgan. Bolani san urdingmi? Yo'q. Nimaga men uraman? Otasi urdi. Qo'li sinsin o'sha otasini.
Sen qarab turdingmi? Qarab turmadim. Ajratishga harakat qildim. O'zi sigaret chekibdi-de. Bu bola sigaret chekmaydi. Tuhmat qilmanglar. Shu bolani ko'z yoshiga sababchi bo'lsanglar, senlarga Xudo farzand berarmikin? Voy. Otasiga gapiring. Nimaga menga gapiryapsiz? Meni bolam bo'lsa ekan. Sen shularga ona bo'lmoqchimisan? Urdirib qo'yasanmi? Bo'pti. Chaqiring, olib keting. Maktabga ham kech qoladi. Komron, ke bolam. Kela qol. Maktabga kechga qolarkansan. Xayr, cho'charaya. Ol qo'lingni. Amma nima dedi doktor? Ketishga ruxsat berdi. Faqat dorilaringni vaqtida ichishing kerak. Amma oyimga telefon qilib bering. Qilib beraman dedingiz-ku. Ha, aytgancha. Voy, esimdan chiqibdi. Hozir. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Anaqa o'zingizmisiz? Gaplasha olasizmi? Ha, opa. Ha. Gaplasha olayman. Ha, bo'ldi, hozir. Beryapman mana. Kimga? Hozir o'zingiz bilasiz. Kasalligini aytma, xo'p. Alo. Voy, qizim. Oyi, men. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, sen maktabga bormadingmi? Yo'q, bugun maktab yo'q. Qanaqasiga? Aytma. O'qish-ku. Bizning ustozimizning ishi bor ekan. O'shanga bizga javob berib yuborishdi. Ha, hozir qayerdasan? Uyda? Akang qani? Maktabda akam. Ha, yaxshimisan qizim? Ha? Yig'lamayapsanmi? Yo'q, ye. Yig'lamayapman. Siz ham yig'lamang. Sog'inib ketdim sizlarni, bolam. Biz ham sog'indik sizni. Bolam, ozgina qoldi, xo'p. Olib ketaman sizlarni. Xo'p, oyi. O'zingiz ehtiyot qiling. Sizni yaxshi ko'raman. Xo'p. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman, bolam. Xayr. Xo'p. Xo'p. Rahmat, amma. Assalom o'zimmi. Hozir, ading. Alo. Asal, yaxshimisan? Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimi? O'ziga kelib qoldimi? Ha, yaxshi. Xavotir olmang. Hammasi joyida. Unda yaxshi. O'zimmi nazoratimda. Boringga shukr. U bu narsa olib borib beraymi? Ha, yeyishga? Yo'q, hech nima olib kelmang. Ha, aytgancha, bizga javob berishadi bugun. Bugun nimaga? Dorilar qopda ichadigan, uni endi uyda ichsa ham bo'ladi-ku, aka. Lekin buningiz ichib bir hafta maktabga chiqarmaylik. Chunki dorilarni vaqtida ichish kerak. Doktor tekshirdi. Keyinchi? Bu bolani nevroz qilib qo'yasizlar, deyapti. Asablari umuman joyida emas, deyapti. Shunaqami? Shunga bir hafta menikida turib tura qolsin, maylimi, aka? Bola sal o'ziga kelsin. Baribir hali nimjon. O'zim yaxshilab qarayman uyda. Ha, yaxshi. O'zi bolalarni senga berarsan bo'lar ekan. Voy, shunaqa qiling, aka. Zo'r bo'lardi. Jon deyman-u, agar bersangiz. Ha, yoqmay qolsin. Mayli, unda kechroq uyingga o'taman. Xo'p, bo'pti, aka. Bolalarni olib ketaman. Xo'p, dedim-ku. Bo'pti. Bo'pti, xo'p. Voy, adinam qo'ymaydi. Nima dedilar? Xullas, ading ruxsat berdilar. Menikiga borsang bo'ladi.
akamni ham chaqiring. Aka nima? To'xtab tur. Birorta bahona topaman-da, keyin ham chaqiramiz, xo'p? Assalam meni. Rahmat ama. Voy jonim. Assalam. Yaxshiyam siz borsiz. Mayli, yaxshi bo'lib qolinglar. Tuzalib ketinglar. Alo? Alo. Doston? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Onaxon qanilar? Olib ketdim onamlarni. Qayerga olib ketasan? Ha? Mazam bo'lmayapti, hech tuzalayotganim yo'q deb oyoq tirab turib oldilar. Keyin borib olib ketdim. Keyin bitta farroshingiz bor ekan-ku. O'sha kasallik varaqalarini ko'rib, oyiz yuraklari kasal emas, qon tomirlari shamollagan, osteoxondroz bo'lgan dedi. Boshqa doktorga olib boring dedi, onam ham yotmayman deb turib oldilar. Yo Doston, bu yer senga bog'cha emas, bu yer shifoxona. Olib ketayotganingda tilxat yozib berishing kerak. Hamma narsani o'zingni bo'yningga olishing kerak. Keyin olib ketishing kerak. O'zingdan o'zing olib keta olmaysan onaxonni. Ha, men bilmasam aka. Ana bitta chala doktoringiz bor ekan-ku. O'sha aytdi, yuragi kasal emas oyizni dedi. Boshqa doktorga olib boring dedi. O'sha olib ketdim keyin. Mayli, yo'lim tushsa kirib tilxat yozib ketarman. Hozir shaharga olib ketyapman oyim bilan. Yomon qilibsan lekin. Doston, yaxshi ish qilmabsan. Bo'pti aka, hali o'tarman. Xo'p. Daryo! Daryo! Labbay. 6-palatadagi onaxonga siz tashxis qo'ydingizmi? Ularga noto'g'ri tashxis qo'yishibdi. Bekorga shuncha o'qilibdilar. Siz kimsiz? Tashxis qo'yadigan. Zo'r vrach bo'lganingiz uchun qamalib chiqqansiz. Shuni bilasizmi? Nega meni bemorlarimga aralashasiz? Men o'zimni kasbimni bajardim. Biz Gippokrat qasamini ichganmiz. Nima bo'lsa ham bemorlarni asrashimiz kerak. Meni qamalganimga sabab bo'lgan bemorni esa hali tagiga yetaman. U yerda meni aybim 100% yo'q. Siz ishdan bo'shadingiz. Men sizni ogohlantirgandim. Meni bemorlarimga aralashmang degandim. Yaxshisi, ishingizni topa qoling. Ishdan bo'shadingiz. Kamron, uxlamadingmi nima? Labbay. Assalomu alaykum Sardor, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qarang, uyingizga bir odam qiziqayotgandi. Ko'rishga bormoqchi. Narxini kelishadimi deyaptilar. Agar 180 ga bersalar, bugun sanayman deyaptilar. Qachon kelarkan? Xohlasangiz bugun olib boraman. Men hozir ishga boraman. Bugun ishlarim juda ham ko'p edi. Kechga olib kela olasizmi? Xo'p, mayli. Bo'pti, telefonlashamiz. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Nima bo'ldi? Uyga odam chiqdi. 180 ga sotib yuboraymikan, nima deysan? Voy, zo'r-ku. Soting. 100 mingiga boshqa uy olsak, 80 mingga boshqa apteka ochamiz. Bilmadim. Bir yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Men qara, hozir seni aptekaga tashlab ketaman. Hisob kitobingni qilib olguningcha kelaman, xo'p? Bo'ldi, xo'p. Kamron, maktabga kelib qoldik. Ey o'quvchi, keldik. Tush.
To'polon qilma, aqlli bola bo'l, xo'p? Voy, bu bolangizga qancha mehr bersam ham baribir meni qabul qilmaydi. Sabr qil. Hali ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli-da. Baraka topsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Nega qaytib kelding? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Meni qo'yaver. Sen nimaga qaytib kelding? Meni ishdan haydashdi. Nega? Bir onaxonni mazasi bo'lmay qopti. Xo'sh. O'g'liga yalinib olib ket. Bu kasalxonada tuzalmayapman. Kundan kunga og'irlashib battar bo'lyapman deb yig'ladilar. Keyin ularni kasallik varaqalarini ko'rdim. Xo'sh. Doktorlarning qo'ygan tashxisi noto'g'ri edi. Boshqa kasalxonaga boring, bu dorilar sizga zarar dedi. Keyin kasalxonadan chiqib ketishdi. Sen nimaga aralashasan deb bosh vrachimiz meni ishdan haydadi. Nimaga aralashasan? U zo'rg'a ish topganda. Xola, u birovni onasi-ku. Hayronman, qaysi kallasi bilan unaqa tashxis qo'ygan. Juda kuchli dorilar yozib bergan. Ha, kuchli bo'lsa tuzatish kerak-ku. Yuragi kasalmas odam yurak dorilar ichib nima keragi bor? Baribir bekor aralashibsan-da. U onaxon osteoxondroz. U nima degani? Shuni davolash kerak. Nervlari shamollagan. Yuragingiz og'riyapti deb kuchli ukollar qilib yotishibdi. O'shancha doktorga yotgim kelmaydi-da. Mana shunaqa bilar bilmaslar meni ham kasal qilib qo'ymasa deb. Balki menda ham o'sha astrogunduzdir. Yo'q, unaqa emas. Sizni faqat qon bosimingiz oshganda kecha. Uni nima deydi? Gipertoniya deydimi? O'zim bilimdonim, asal qizim. Choy tayyorlab ketgandim, ichib oldingizmi? Ichib o'tiribman mana. Rahmat, baraka top iloyim. Endi qatdan ish qidiramiz endi. Bilmasam. Mayli. Qo'shni qishloqlarga borib ko'rsammikin? Voy, uzoq bo'lib qoladi, ishga qatnashing. Keyin men oldindan ko'chib ketasanmi? Ha? Senga o'rganib qoldim. Ertalabki nonushtalarim tayyor bo'lsa. Mayli, bir gap bo'lar. Ha. Ota ham shunaqa deydilar. Mayli, bir gap bo'lar deydilar-da. Darrov chorasini topadilar. Adasi? Ha? Oyjon qilyaptilar. Alo. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilyapsan? Qayerdasan? Uydami, oyi? Ha. Xotining qayerda? Uyda. Tinchlikmi? Menga qara. Xotiningni, bolalaringni oldi. Kiyim-kechaging bilan bugun menikiga kelinglar. Nega, tinchlikmi? Ha, endi kelganlaringdan beri bunda onam bor deb kelib xizmatimni qilmasalaring. Xotining ham indamasa, ja o'zidan kimnidir yasab olibdi. Kesindi, xizmatimni qilsin. Keliningiz bor-u? Ha, u og'ir oyoq. Erta-indin tug'adi. Kamiga ishlayapti. Seni xotining ham, o'zing ham uyda o'tiribsanlar. Kelinni men nimaga kelin qilganman? Kelib xizmatimni qilsin. Shu yerda yashalaring. Xo'p, oyi. Nevaralarimni ham sog'inganman. Yoshligini ko'rmadim.
Xo'p, oyi, xo'p. Bugun boramiz. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Eshitdingmi? Men bormayman. Ana, kelin olganlar. Qizim, men qilmayman. Sen kimsan kelin bo'lmay? Yo, men chiqib ketgan kelinman. Ana. Olganlar. Qavursam, men qilmayman. Yo, shu uyim yaxshi. Chiqib ketgan kelin bo'lsang, sen odamning xizmatini qildingmi o'zi? Kelin bo'lganingda, Ha? ketaman siz bilan deb oldimga tushib turib olding. Xo'p. Toshkentga kelganimda xizmatlarni qildimmi ora-orada? Nima u xizmat? Onam qanaqa niyatlarda seni kelin qilganlar, bilasanmi shuni? Hecham keragi yo'q, bormayman. Oyijon bilan urushib qolamiz. Ha, ana kuni bordim. Azaga. O'sha yerda ham har bitta narsa ayb topdilar. Qo'y, sizga ham, menga ham tinchlik kerak. Men sizni umringizni yeyman. Oyijon bilan urushsam, siz o'zingiz o'z qo'llaringiz bilan olib kelasiz uyga. Hech kerak emas. Ekan, er qatta bo'lsa, xotin shetda bo'ladi. Ketgan bo'lsam, orqangizdan ketdim. Nima sizni o'zingizni jo'natib yuborishim kerakmidi? Bo'ldi, narsalaringni yig'gin. Mana bugundan onamnikiga boramiz. Yo, siz ketavering, men qolaman shu yerda. Tomi qishi bo'lsa ham uyimiz yaxshi. Sen nima deyapsan? Er qayerda bo'lsa, xotin o'sha yerda bo'ladi. Yo, men er Moskvaga ketsa o'sha yerda bo'ladi dedim. Qishloqda demadim. Siz borib kelavering, baribir qolmaysiz-ku, shu yerga kelasiz. Seni tiling u. Juda ham o'sib ketyapti, bilasanmi shuni indamagan sari? Bilaman. Santimetr olib kelib o'lchaymi? 12 yilda qancha bo'libdi hisoblaymiz. Jinnisan sen boru. Ko'p gapirmagin, bor narsalaringni yig'gin. Kuling, ne kulmayapsiz? Kuling. Kuling, turing. Bormaymiz. Boramiz. Keling, donnozika o'ynaymiz. Bormasak bo'lmaydi. Donnozika o'ynaymiz. Kim yutqizsa, men yutsam Baribir qolamiz. boramiz. Bo'ldi. Don-don-ziki. Yana. Don-don-ziki. Yo'q. Don-don-ziki. Ana, yutdimmi? Uchinchisi halol dedim-ku. Qani ketdik. Bo'pti. Uf. Amma bugun siznikida qolamanmi? Yo, asalim, uyingga olib bormasam bilasan-ku. Keyin adang o'zlari kelib olib ketadilar. Akamni ham sog'indim. Ana, akangni ham ko'rasan bugun. Sen borib ozgina dam ol, xo'p asalim? Meni ishlarim bor. Keyin ovqatga chaqiraman, xo'p? Xo'p, amma. Bor asalim. Alo. Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ha, rahmat. Oyi, raqs maktabiga borgandim-ku. Ha. O'sha yerdan xato bering. Qanaqa xat? Shu yerda o'qigan deb, keyin o'sha xatni ingliz tiliga tarjima qilib menga yuboring. Nima qilasan uni? Menga dadamchi bu yerdan raqs maktabi ochib berar ekanlar. Ularga sertifikat kerak ekan. Au, raqs maktabing sertifikat bermaydi-ku. Bilaman. Hech bo'lmasa shu yerda o'qigan deb xat bersa bo'ldi. Voy. Meni hozir bunaqa ishlarga vaqtim yo'q, ishim rosa ko'p, qizim. Oyi, siz meni o'sishimni xohlamayapsiz. Dadam oldiga ketganimni ko'ra olmayapsiz-a? To'g'rimi? Sizga viza bermagani ham alam qilyaptimi? Menga qara. Hech nima menga alam qilayotgani yo'q. Yaxshimisan? Tinchmisan? Sog' yuribsanmi? Bo'ldi.
Yaxshi yur. Men ishim ko'p. Keyin gaplashamiz. Uf, endi kim bo'ldi? Hozir. Voy, oyijon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz qizim? Ha, rahmat. Tuzukmisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Tinchmisiz? Xudoga shukr. Kiring, keling. Kiring, oyijon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, Tuzukmisizlar? rahmat, oyijon. Keling. Uyda sizda telefon qilmasdan kelaverdim. Ha, yaxshi Hoynahoy uyda bo'lsa kerak dedim. Ha, uyda. Qani ilohi omin. Tinchlik xotirjamlikni bersin. Amin. Alloh akbar. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz qizim? Ha, rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, oyijon. Ishlaringizga yaxshi borib kelib yuribsizmi? Ha, yuribman. O'zingiz yaxshimisiz, tuzukmisiz? O'zimdan ortmay, hech sizdan ham hol-ahvol so'ramadim, oyijon. Ayyo, mayli, yuribman men ham. Yaxshiman, Allohga shukr. Mana shu domingizga yaqin joyda gapimiz bor edi. Shunga birov sizdan xabar olay deb kirgan edim. Voy, oyijon, rahmat. Men ham o'zi yaqinda keldim, kasalxonada edim. Nimaga kasalxonada nima bo'ldi? Akamni qizini qarab yotuvdim. Ozgina mazasi bo'lmadi. Bilasiz-ku. Menga o'rgangan jiyanlarim. Ha, hozir qizingiz telefon qiluvdi. Nima deydi? Raqs maktabimdan qog'oz olib bering deydi. O'g'lingiz qanaqadir o'qishgami, nimadirga raqs maktabi ochib beryaptilarmi? Xullas, juda yaxshi tushunmadim. Shunga kerak ekan qog'oz. Bularni faqat ishi tushsa telefon qilishadi. Shunaqa. Eringiz telefon qilmayaptimi sizga? Qilayotganlari yo'q, oyijon. Qilmay qo'ya qolsinlar, mayli. O'sha xotinlar bilan baxtli bo'lsinlar. Voydod, sizlarga bir kuydim, bolam. Bekor ajrashdingiz-da. Endi men ham qayerdan bilay? Ajrashsak, Amerikadan viza olishim oson bo'ladi dedilar. Men ham laqqa ishonib, xo'p deb ajrashib o'tiribman, oyi. Endi xotini yo'q, boshi ochiq erkak deb shartta tegib olganda u megajinim. Oyi, xo'p mayli, o'g'lingiz uylanibdilar. Nega meni bitta-yu bitta qizimni aynitib chaqirib oladilar? Hozir meni aybim nima, oyijon? Siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bir narsa aytaymi? Siz ham erga teging. Voy. Men o'zimsiz uzataman. Qo'ysizchi, oyi. Iye? Qirqa qarab ketyapman. Endi erga tegamanmi? Hech hamda. Hali juda yoshsiz. 34 ga kirgan qiz 40 ga qarab ketyapman deydimi? Yoshsiz hali. Yo'q, oyijon, qo'ying. 34 demang. To'g'risini aytsam, unaqa narsalar ko'nglimga sig'maydi, oyijon. Siqilmang qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Voy, gapga berilib o'tirishimni qarang. Choy ham qo'ymabman. Hozir kelaman. Voy, yo'q, bir ro'ga kirgandim. Choyga ovora bo'lmang qizim. Voy, yo'q, oyijon. Hozir qo'yaman. Voy, unaqa demang. Bir ro'ga kiruvdim a. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xullas, bugun ko'rishmasak bo'lmaydi. Senga sovg'am bor. Ko'risha olmayman, ishdaman. Men dorixonaning yonidaman. Ko'chaga qaragan. Nimaga keldingiz? Qayoqdan topib keldingiz? Tezroq chiq. 1 soatga yo'qolib qol. Ilojim yo'q, chiqolmayman hozir.
Ko'p gapirma, bo'lmasa o'zim kiraman. Uf. Bo'pti, hozir biror nimani bahona qilib chiqaman. Bo'l oqa. Bo'pti, chiqaman hozir. Tezlash. Allo. Allo. Sardor Ha, aka, gapir. nimaga ko'tarmaysiz? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Anaqa, ko'chaga chiqib kelsam bo'ladimi? Nimaga? Tirnog'imni sindirib qo'ydim-de. Xo'p. Shundoq salonga chiqib kelaman. Tezda qaytaman. Hisob-kitobni qildingmi? Ha, qildim. Hammasini joy-joyiga qo'yib tekshirib qo'ydim. Qayerdagi salonga chiqmoqchisan? Bilmayman, hozir ko'raman-de. Shu atrofdagi qaysidir salonga kiraman-de. Xo'p, bo'pti. Rahmat. Tez qayt. Xo'p. Zokir aka, Ha, hozir kelaman. hop. Daryo. Daryo. Ha, Ha, dam olyapsanmi? ha. Qo'shni qishloqda o'lim bo'pti. Borish kerak. Borasanmi? Boraman. Mayli. Agar mabodo pul bersa, senga beraman. Harni yig'ib qo'yasan. Lekin boshingga ro'mol ura. Xo'p. Ro'molni uramasdan yurasan. Bizni qishloqda ayollar ro'molsiz yurmaydi. Xo'p. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi Yaxshimisiz? keldingizmi? Charchamayapsizmi? Nima buyurish? Ha, anu tikuvchi, bilmayman, kalda qilib qo'yibdi. Qizimga tikdim deb o'yladim. Ha, boshqa kiyimlaringiz yo'qmi? Men sizga aytdim-ku 5-6 ta kiyimingizni olib kelib qarashasiz deb. Oyjon, kunduzi xizmatingizni qilib, kechqurun uyga borishimiz kerak. Men nima dedim sizga? Ko'chqoroninglarni yig'ishtirib, mashta yashaysizlar dedim-ku. Kelinglar dedim-ku. Nimasi bu? Hay, xotdek hovlini kimga qurib qo'yganman? Oyi, ikkita kalla bitta qozonda qaynamaydi-ku. Kerak bo'lsa, 7 ta kalla ham qaynaydi, xo'pmi? Ja, o'rganvopsiz-a, domda yallo qilib yashashga. Bolalar qani? Bog'chada, maktabda. Erischi? Siz aytibsiz-u, qo'y go'shti olib kelgin deb Ha. bozorga ketdilar meni tashab. Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Nima tushdingiz? O'zi mazingiz bo'lmasa. Yo'q, opajon keptilar-yu, choy poy qo'ying, oyjon. O'zlari qilarlar. Mazalari yo'q, ertaga chala-pala tug'ib qo'ymasinlar. Boring, bilib-bilib ishingizni qiling. Boring siz ham kirib damingizni oling. Boring, kirib yoting. Boring. O'zi qiladi. Allo. Allo. Shahboz aka? Nima? Nima? Men necha yil deganda keldim. Kelinni xizmatini qilasan deydi. Men qilmayman-ku. Hamma ish turibdi deydilar. Keling, men hozir urushib ketaman. Oyjon bilan ham, Ovsin bilan ham. Kirib siz yotingmish. O'zini singlisini qizidek men qilsa ham. Meni ko'chadan topganmilar? U bitta tug'vatgan bo'lsa, men 3 ta tug'ganman. Meni hech kim bunaqa hurmatim joyiga qo'ymagan. Nimalar deyapsan? Buncha tez gapirasan? Men belim og'rib yotishmaligini bilmaganman. Siz kiring, Ovsiningiz qiladi, chala tug'ib qo'ymaymish. Meni hurmatimchi? Sizni hurmatingizchi? Boshlandimi yana? Bo'ldi qil. Nima bo'ldi qil? Oyimni xizmatlarini qil bo'ldi. Kechqurun uyga ketamiz. Ketqizmoqchimasizlar? Nima narsangizni olib kelmadingiz? Men sizga nima dedim deb shang'illayaptilar. Hozir nima qilay endi? Men borib oyim bilan urushaymi? Yo'q, urushmang. Bir nima bahona qiling, men kelmayman ertaga. Men qilmayman-ku xizmatini. O'zi mana hozir Nima qilmas ekansan? Ha, boradi, kelin olgan-ku. Gap ko'paytirma. Sen ham kelinsan. Katta kelinman. Katta kelin bo'lsang, sen ham xizmat qilishing kerak. Bu xizmat qilmaydi degani emas. Men senlarni qiz emasman de, begonani qiziman de, begonani. Men cho'riman. Singillarni qizi Malika tushib,
Oyjon, yaxshimisiz? Opajon kelibdilar-de qilib. Boring deb kirg'izvordilar. Menga borib ish qiling dedilar uni oldida. Keling tezroq. Lala. Bo'pti, tezroq keling, ushib ketaman hozir. Oyjon, bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Uni bolalari. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Bandali ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Kiringlar. Keling, o'ting, kiring. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Mayitni tirnoqlarini olyapman. Laklari bor ekan. Mayitga ozor bermay chiqing. Nimasiga ozor beraman? Joni yo'q. Mayit ham yalinadi. Azroilni qo'ldan zo'rg'a chiqdim. Tanimni og'ritmay yuy deydi. Unga ozor bermang. Chiqing. Sartaxta olib kelinglar. Xo'p. Tog'orada suvni ham olib kel. Chiqinglar. Kafaliya tayyormi? Tayyor. Hozir. Yoshlar. Bu dunyoda chiroyli ko'rinsam deysilar. Koshki bu dunyo abadiy bo'lsa ekan. Voy, qachon keldingiz? Kimning mashinasida kelding? Taksi? Biznes chaqiruvdim. Men bu yerdagi salon ishlamas ekan. Mana qarang. Mani tirnog'im sinib ketuvdi-da. O'zim salonimga bordim-da. Yo'q. Hisob kitob qildingmi? Yarmini qildim. Hozir yana qilib qo'yaman, ozgina qoldi. Keyin qarang nima topdim. Arabcha raqsga borsam bo'ladimi? Ertalab ekan-da, faqat 11 dan 2 gacha. Nima qilasan buni? Siz uchun mamlaqalardan qilib o'ynab berish uchun kerak. G'alatisan. Siz uchun qilaman-da hammasini. Meni qonim ochdi. Ovqatlanasanmi? Ha, ovqatlanamizmi? Meni ham qornim ochdi. Yur. Olib berasizmi? Kim olib beradi boshqa? Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Alo. Allo. Ha, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bolalaring yaxshimi? Yaxshi. Nima qilyotding? Qaynonamning xizmatini qilyapman. Nechu? Ha, ovsinim 2 qat ekan. Mazasi yo'q ekan. Shunga endi men kelib, har kuni ular xizmatini qilishim kerak ekan. Ha, qaynonang eshitmasin. Yana bir baloni boshlab o'tirmalaring. Eshitsa, eshitib bo'lib ketsin. Rossa yo'qotdi-da. Qilasan-da o'g'lini berib qo'ygandan keyin. Voy. O'g'li tiladanmidi berib qo'yib? Zato men 3 ta bola tug'ib berganman. 2 ta o'g'il, 1 ta qiz. Avlodini
kelajagini tug'ib berganman, oyi. Rahmat desin. Ha, anaqa pul jo'natdim, ovalarsan, Daryoga ber. Unaqa sarson bo'lib yurmasin, kvartira olsin. Borganimda o'zim biron nima qilib borib eri bilan gaplashamanmi, biron yo'lini qilaman. Men ham bu yerda ishlarim tezlashtiray. Shunaqa qiling, oyi. O'zingiz kelsangiz, erini bir yo'la qilib berardingiz-da. Men ham borib shunaqa sochini yulib kelgim kelyapti. Bo'pti, ovalarsan pulni. Xo'p, oyi. Bo'pti, mayli. Qattiq yuribdi erim. Alo, Alo. nima gap? Go'sht olib kelish shunchalik qiyinmi? Obbo, nima bo'ldi yana? Tezroq keling. Boraman. Mahallada dadam va o'rtoqlarini ko'rib qoluvdim. Nevaralik bo'lgan ekan. Shu to'xtatib olib, otangni o'rniga bitta osh yeb ketmasang bo'lmaydi deb olib kirib ketdi. Otangizni o'rniga oshing. Men bitta meni go'shimni yesinloyingiz. Bu go'sham sasib ketgandir, oyjonni gapiga o'xshab. Bo'ldi qilgan, boraman Tezroq hozir. keling, iltimos. Biror nima qiling, kelib bahona qiling. Maktabga boramizmi, biror nima deng. Chunki oyim pul jo'natgan ekanlar Moskvadan. Borib olishim kerak. Nega? Oyingdan pul so'radi. Yo'q, menga emas. Daryoga. Obbo. Mana shu Daryoyingchi jonga tegdi. Menga qarang. Yana Daryomi? Men sizni yana oyingiz demayapman. Yana ukangizni xotini ham demayapman, bilyapsizmi? Sizni gapingizni qilmay, hurmatingizni qilib keldim masjidga. Endi menga Daryoni gapirmang. Bo'pti. Agar yana Daryo desangiz, yana ushib qolamiz. Xo'p, mayli, bo'pti. Bo'pti, boraman hozir. Bo'pti. Keling, bahona qilib olib chiqib keting. Bankka borib pul olib Daryoga tashab kelaylik. Xo'p, yaxshi. Hozir boraman. Xo'p, bo'pti. Bilib ishingizni qilasizmi? Oyjon, qivonma. Ko'nglingizni to'q qiling. Mana gazni yuvdim. Hozir shkof tozalayman. Ovqatga ham harakatingizni qiling, xo'p? Xo'p. Kechqurun mehmonlar keladigan bo'lyapti. Nima ovqat qilay, oyijon? Kim mehmonimiz? Xolalaringiz kim bo'lardi? Borlariga shukr. Chaqiravering, oyijon. Go'sham kelyapti. Bu bola ham go'sht bo'lib ketdi. Qachon keladi? Hozir aytdim. Gapirdim. Oyijon chaqiryaptilar, tezroq keling dedim. Bo'pti, bilib tez chaqqon ishingizni qiling. Xo'p, oyijon. Qiladi. Ketdimi? Qariban boru sog'lig'i yaxshi, ko'z tegmasin. Kelin bo'lmang. Labi. Alo, o'rtoq yaxshimisan? Bezovta qilmadimmi? Yaxshimisan o'rtoq? Yo, bemalol eshitaman. Ana o sexni nima qilasan? Ukam sotadigan bo'ldi. Olasanmi yo shashtingdan qaytadigan bo'ldingmi? Yo, zo'r bo'pti-yu. Olasanmi? Olaman o'rtoq, olaman. Unda tezroq kelib harakatingni qil. Yana boshqa kidan chiqib sotib yormasin. Dubaydan uy olayotgan ekan. Shunga ozroq pul yetmayotgan ekan. Sexni tezda sotishim kerak deyapti. Bo'ldi. Ertaga boraman o'sha Samarqandga. Bo'ldi, kelsang o'zim kutib olaman o'rtoq. Xo'p, ko'rishguncha o'rtoq. Kelinni ham olib kel. Xotinim bilan tanishtiramiz. Bo'ldi. Olib boraman. Mayli, kutaman jo'ra. Xo'p, ko'rishguncha. Tinchlikmi? Anu Samarqanddagi sex o'xshabdi. Voy. Zo'ru, men sizga nima dedim? Men shunaqa omadliman. Barakaliman. Menga uylanganingizdan beri aptikalaringiz ham 4 ta bo'ldi. Barakani ko'ryapsizmi? Endi baraka deganingizga
bitta baraka berib tug'ib bersangiz, nur ustiga alo nur bo'lardi. Voy, men sizga Hasan Zuhra tug'ib beraman. Bo'ladimi? Xo'p bo'ladi. Tez-tez ye. Hali aptekaga borib yana hisob-kitob qilishimiz kerak. Xo'p. Obbo. Kelishib olishganmi, Labey? Aka, O, sal vaqtliroq bo'shasangiz, uy ko'rsatishga imkon yo'qmi? Klient tezroq boring kechgacha ko'ring, ishlarim chiqib qoldi deyotdi. bo'ldi. Unda uzoq bir soat uyda bo'laman. Xo'p aka. Siz bemalol olib kelavering shu klientni. Xo'p. Bo'ldi, xo'p, ko'rishamiz. Xo'p. Nima deyishdi, kim? Klient uyga. Aytyapman-ku, barakaliman deb. Xo'p. Xotiningizni qadriga yeting. Yoqilmish taqa senga. Rahmat. Barakamish. Xola, boya mayit gapiradi dedingiz. Rostdan ham mayitlar bilan gaplashasizmi? Ha, gaplashaman. Hattoki ba'zilarni yugan mayitlarim tushlarimga kirib chiqishadi. Tushingizga? Nima deyishadi? Bilasanmi? Buni hech kimga aytmaganman. Lekin senga aytaman. Bir kuni 18 yosh qizni yugani bordim. Og'ir xastalikdan, oqqondan vafot etgan ekan. Menga qarashgani na opasi, na onasi, na yaqinlari kirdi. Yuvib kafallab bo'lganimdan keyin qarindoshlari vidolashgani kirishdi. U xonadan shunaqangi ifor tarqaldiki, hamma nima sepsiz? Ushkambaringiz hidi yaxshi ekan deyishdi. Vaholanki men mushkambar sepmagandim. U bokira qizni hidi edi. U qiz kulib vafot etdi. Shu bo'yicha anchagacha ko'z oldimdan ketmadi. Oradan bir haftalar o'tganda u qiz men tushimga kirdi. Shunaqa chiroyli hovlida yuribdi. Xuddi jannatda yurganda edi. Xolajon, sizga katta rahmat. Jonimni ortmasdan yuvdingiz. Yaratgan sizdan rozi bo'lsin dedi. Jonim bolam, har kuni xayolimdan ketmaysan dedim. Yana nima dedi bilasanmi? Onajon, sizga xuddi shunday uy tayyorlab qo'yishgan dedi. Axir eng yaqinlarim, jigarlarim yana uyga kirishmadi. Siz kirdingiz. Siz meni yuvintirdingiz. Birinchi bo'lib tanamni siz ko'rdingiz edi. Bilasanmi? Bunaqa voqealar ko'p uchrab turadi. Keyin men u qizni surishtirdim. U kim ekan? Nima bo'lib shunday bo'lgan ekan deb surishtirsam, qoriya qiz bo'lgan ekan. U qiz hur qiz bo'lib ketdi. Etlarim jimirlab ketdi. Hozir ayrim odamlar buguni bilan yashaydi. Oxiratni o'ylashmaydi. Balkim sizning yoningizga bekorga kelmagandirman. Yaratgan menga bergan sinovlarini bardosh bilan yengishim kerakdir. Sabr bilan yengishim kerakdir.
har bir kuniga shukr qilishim kerakdir. Albatta bolam. Yaratganni har bir kuniga rozi bo'lib, yaratganni rozi qilish uchun dunyoga kelganmiz aslida. Shunaqa. Sabrli bo'l. Yuraqa. Bering oyijon, choy bering. Hozir ovqatim kelib qoladi. Bir haftadan beri uyda bo'lmaganimga, uyda ro'zg'orga hech nima ham qolmagandi. Nonam yo'q. Ovqat kelib qoladi hozir. Bitta o'zim bo'lganimga umuman ovqat ham qilmayman oyijon. Zakaz qilaman yoki ko'chada yeb kelaman. Shuning uchun aytdim-da men sizga. Meni uyimga boring. Meni uyimda yashang deb. Birga ona bola bo'lib, ovqatli qilib, yashardik, o'tirardik. Yo'q, oyijon. Bu yerda o'sinim bor. Nevaralaringiz bor. Men endi yolg'izlikka o'rgan bo'ldim. Kechasi tarjimalarimni qilaman, kunduz uxlayman. Shunaqa qilib kun o'tibdi. Hozir, oyi, uzr. Akam. Alo. Alo, nima qilyapsan? Uydamiz aka. Mokinur yaxshimi? Ha, yaxshi. Qara, agar vaqting bo'lsa, Kamolni maktabdan olib kela olasanmi? Uyga borib tursanglar. Biz bugun Samarqandga chiqib ketyapmiz Malika bilan. Uyingizga borib nima qildik aka? Uyingiz yutib yuboradi odammi? Keyin hamma yoqdan xolam ko'zimga ko'rinveradilar. Xo'p, nima qilmoqsamda? Undan ko'ra bolalar menikida tura qolsin, kelganingizda olib ketarsiz. Toza kiyimlari bormikan? Ha, voy, men uyimda kiyimlari qolgan-ku, bor. Mayli, unda maktabda o'zing olarsan. Xo'p aka, bo'pti, yaxshi boringlar. Xo'p. Akam. Yaxshiyam shu bolalar bor. Meni chalg'itadi oyijon. Onasi qachon chiqadi? Voy, kelayim chiqdilar. Yo'q, chiqdilarmi? Chiqdilar. Chiqqan bo'lsalar yaxshi bo'pti-da. Gapirmang. Akangiz uylandi. Qayerda yashayapti u bechora? So'ramang. Qishloqqa ketgan hozir. U ham qiynalganda rosa qiynaldi. Shu yerda siznikida siz bilan yashasa nima qiladi? Voy, men akam bilan umuman yuz ko'rmas bo'lib ketaman keyin. Bo'lmasam jon deb kirgizardim, bitta o'zim bo'lsam. Shu bolalarga ham o'rganib qo'yganman. Keyin menga bolalarni ham ko'rsatmay qo'yadilar akam. Voy, telefonim ham uzra. Alo. Opa, dastlabki zakaz qiluvmidingiz? Ha, hozir tushaman. Hozir. Voy, oyijon, ovqat ketdi. Men shunda pastga tushib chiqaman. Xo'p, o'tirib turing, hozir. Xola. Kimdir keldi? Hozir. Kelori. Qara. Assalomu alaykum. Voy, opa. Qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qanaqasiz, yaxshimisiz? Keling, yuqoriga o'ting. Keling. Qil. Ilohim, tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, omonlik bo'lsin. Hammani orzu havasiga Alloh o'zi yetkazsin. Amin. Amin. Alloh akbar. Sen yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Siz yaxshimisiz, xola? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Bolalaringiz yaxshimi? Yaxshi. Nima yolg'iz keldingizmi? Yo'q, xo'jayinim bilan ko'chadalar. Chaqiring, bir piyola choy ichsin. Yo'q, o'tiraversinlar. Juda begonasirlar. Ha, mayli. Daryo. Men ham ko'pga kirmadim, birovga kirdim.
Senga oyim pul jo'natgandilar. O'shanga pul olib kelgandim. Kvartira olsin, ko'chada yurmasin degandilar. Ol. Nega? Mana uy bor-ku yashayapman. Qolaversa men onamni topdim. Ha, bolari kelsa bolalarni ham qo'yishga joy bor. Uyim ko'p. Hamma sig'adi. Qizim, bu pul olib qo'y. Bolalaringga xarajat qilishingga mayda-chudaga kerak bo'ladi. Rahmat opa. Xolam o'zlari qachon kelarkanlar? Ularni juda ham sog'indim. May oygacha kelib qolsalar kerak. Ukamni uylantirishimiz kerak. Biz ham uy joy sotib, onam bilan ketgandik. Amerikada ishladilar, Moskvada ishladilar. Endi qaytib uy joy qurmoqchilar. Yaxshi. Kelin turishlari kerak. Agar onam uyi bo'lganda, singlim ko'chada sarson bo'lmasdi. Sarson bo'layotgani yo'q. Hammasi yaxshi. Xolamga rahmat deb qo'ying opa. Arzimaydi. Rahmatli xolam bo'lganlarda sen bunaqa ko'chada qolmasding. Endi men ham erli qaynanalarga kelinman. Ularni og'ziga qarab turaman. Albatta, bexijolat. Biz ona bo'lada yashayapmiz. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Ko'nglim xotirjam. Ha, aytgancha, ertaga advokatga borishimiz kerak. Agar qaynanam ruxsat bermasalar, men chiqa olmayman. Hozir qaynanamga ko'chganmiz. Ovsi nima mazasi yo'q ekan. Kelib xizmatimni qilsin debdi. O'shanga asalapeni vaqti bo'lsa birga borasizlarmi? Mayli, xavotir olmang. Men o'zim borib kelaman. Opamni o'ylayotgandik, o'zlari telefon qilyaptilar. Alo. Alo. Eshitaman. Keling, Assalomu alaykum, opa, assalomu yaxshimisiz? Hozir sizni o'ylab turdik. Kenayi, Labbay. kela olasizmi? Tinchlikmi? Bolalarni akam menikiga tashlab ketgandilar. Boraman albatta. Bolalarimni juda ham sog'indim. Unda keling, kutamiz. Xo'p. Bo'pti. Bolalarim qaynopamni uyida ekan. Shunga keling deyaptilar. Juda yaxshi-ku. Ertaga advokatga borishing ham oson bo'ladi. Yaqinroq bo'ladi. Yaxshi bo'pti. Kiyimlarni almashtirganda opang bilan shaharga yetib ol. Men seni vokzalga tashlab qo'yaman. Xo'p. Bor, kiyimlaringni almashtir. Hozir chiqaman. Xo'p. Qani oling, dasturxonga qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke. Nima, adam kelmaylarmi? Yo'q, bizanikiga borar ekansan. Yo'q-a? Menga qara, ko'zingga nima qildi? Ha, urishdim bolalar bilan. Aldama. Nima aldavsan? Ading urdilarmi? Yo'q. Yo, ani urdimi? Yo'q, hech kim urmadi, ammo moxin o'rqatdi. Ishataman aka. Ana. O'tira qol, chiq, nima turibsan? Oxir olib ketyapsizlar meni. Bitta o'zim qoldim. Ading menga hozir qildilar-da. O'shaning uchun kech qoldim. Bo'pti, chiq, nima turibsan? Tez-tez o'tir. Ketdik.
Oyi! Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Chiroyli bo'lib ketibsiz-ku. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Biram chiroyli bo'lib ketibsiz, oyi. Yuzingga nima qildi seni? Kim bilan urishding? Adang urdimi? Ha? Yo'q. Maktabda urishdim. Bolalar bilan. Aldamagin. Aldamayapmi? Mana bularni urib, ko'kartirdim. Kiring. Kenaya qarang. Ovqat ustiga kelganingizda yuring. O'tiringlar. Buningizni bilasiz-ku, o'zi shu. Bu ham uribdi. Ustizligini bering Kenaya. Tepaga chiqing. Shunaqa qaynonasi yaxshi ko'radigan kelinlar ovqat ustiga keladi-da. Rahmat. O'tiring. Tepaga chiqing. Oyi, chiroyli bo'lib ketibsiz. Rostdan. O'zinglar yaxshimisizlar? Qani, bolalar, olinglar. Oyi, sizni juda ham sog'inib ketdik. Men ham sizlarni juda ham sog'indim. Seni ko'zingni ko'kargani yomon bo'pti, lekin seni bunaqa odating yo'q edi. Boshqa urishmagin, xo'p? Ol. Xo'p. O'z asabim yetadi-da, oyi. Senda asab nima qilsin, yosh bolada. Oling, Kenaya, oling. Rahmat. Qiynalmay keldingizmi? Oxirgi elektrichkaga ulgurdim. Ha, yaxshi. Ertaga ham qolasizmi? Menimcha akam bir hafta bo'lmaylar. Samarqandga ketganlar. Yaxshi bo'lardi. Adam umrbop qolib ketsinlar-da o'sha Samarqandda. Unaqa dema. Opa aytgancha ertaga advokatga borishim kerak. Men bilan birga bora olasizmi? Ha, albatta bora olaman. Bolalarni ertalab maktabga tashlaymiz-da. Keyin siz bilan bitta-ikkita qiladigan ishim bor. Qanaqa ish? Uni ertaga ko'rasiz. Biz maktabga bir kun bormasa hech nima qilmaydi? Borasan, nimaga bormaysan? O'g'il bola o'qish kerak. Ertaga katta bo'lganda onasini kim boqadi? Men boqaman. Siz erga tegib ketasiz. Qizlar boqmaydi, o'g'il bolalar boqadi. O'shanchun yaxshi o'qish kerak. Maktabni qoldirmasdan. Kenaya oling, nimaga olmayapsiz? Xolam rahmatli, sizni shunaqangi yaxshi ko'rardilar. Har doim ovqat ustiga kelasiz, qarang. Oyijon meni juda ham yaxshi ko'rardilar. Men ham ularni juda ham yaxshi ko'rardim. Agar hozir hayot bo'lganlarida bunaqa qiynalib yurmasdim. To'g'ri. Xolam rostdan ham juda yaxshi inson edilar. Mayli, o'ylamang. Oling, yo'ldan kelgansiz charchab. Olinglar. Kim bo'ldi endi? Telefonim tinmadi. Alo? Allo, Layla. Oyi. Uxlamaganmiding? Yo'q, qatta uxlayman. Qaynonam ketqizmadi, olib qoldi. Nima qilding? Pul oldingmi? Oldim, oyi bankdan olib borib berdim Daryoga. Ertaga boramiz. Advokat bilan ko'rishamiz. Xavotir olmay, oyi. Ha, bo'ldi, olgan bo'lsang. Olib borib berdim. Bolalar yaxshimi? Bolalar yaxshi-yu, men yomonman, boshim og'riyapti. Nimaga boshing og'riydi? Ha, voy, meni miyam qursin. Qo'ng'iroq qilganim haligi Nazira bor edi-ku shaharlik, o'rtog'im. Shu firmasiga Daryoni ishga olib qo'yaman dedi. U yerda borib ishlamasa ham bo'ladi. Endi haligi bolalarni olishga yordam bo'ladi-da. Aytib qo'yarsan. Yaxshi bo'pti, oyi, xursand bo'lib qoladi. Albatta aytaman.
O'sha hujjatlarni olib borib bersanglar, ishga olaman dedi. Endi oylik yozib, yo'l yo'rig'ini qiladi. Qog'ozda ishlaydi-da. Bolalarini olishiga mana ish joyi bor, oyligi bor deb ko'rsatiladi. Bo'ldi, oyi. Yaxshi bo'ladi. Gaplashib ko'r. Endi ertaga telefon qilaman, oyi. Uxlab bo'lgandir hozir. Kunam kech bo'lib ketdi. Bo'pti. Bo'pti. Qilarsan. Qilaman, oyi, bo'pti. Xo'p, mayli. Xo'p. Charchadim. Ko'rpachalari ham og'rir. Shahboz aka, ma'mini olib chiqishib yuboring. Nima? Ko'rpachalarni olib chiqishib yuboring, og'ir ekan. Borgan sari kasalman bo'lib qolyapsan, hey. Ay, bo'pti, o'zingiz bilasiz. Uxlab olaman. Tez keyin. Kech qolyapmiz. Bo'la qol. Amma, Ha, oyimni bitta o'pib chiqay. bo'la qol. Tezroq bo'l. Sen bo'ldingmi? Ha? Sochlaring chiroyli bo'ldimi? Qani? Yur. Bo'la qol, ketdik. Voy. Uyg'otdimi oyi? Jonim o'g'lim. Maktabga ketyapsanmi? Ha? Siz bilan xayrlashib ketay dedim. Yaxshi borgin. Maktabda hech kim bilan urushma, xo'p? Xo'p, oyi. Jonim meni. Singling qani? U chiqib ketdi. Bo'pti, oyi. Xayr. Hali kelaman. O'zingni ehtiyot qilgin. Ertalabdan odam salat yeydimi? Ertalabdan nima? Sho'rva ichadim. Issiq. Xohlasangiz olib kelib beraman. Kasha bor ekan. Yeysizmi? Yo'q, shart emas. Allo, eshitaman. O'rtoq, keldimmi? Yaxshi. Unda hozir chiqaman. Xo'p. Xo'p. Men qara. Men ishimni bitirib qaytgunimcha sen xonada bo'lib tur. Xo'p. Keyin seni aylanishga olib chiqaman. Men Yaxshi borib keling. Uf, nimaga qilyapti bu? Allo. Allo. Qalaysan jonim? Yaxshimisiz? Yaxshi. Telefon qilmang dedim-ku. Sovg'amni oldingmi? Qanaqa sovg'a? Men Toshkentda emasman-ku. Bilaman. Samarqandda mehmonxonadasan. Voy. O'sha yoqqa jo'natdim. Qayoqdan bilyapsiz beyodaligimni? Men seni qanaqa nafas olishingni bilaman, jonim. Sovg'a yubordim. Menimcha xursand bo'lasan. Bo'pti. Boshqa qilmang menga. Buni o'ylab ko'ramiz. Assalomu alaykum. 233-xonaga buyurtma kelibdimi? Mana shu gulni olib kelib berishdi. Bera qoling. Oy. Allo. Allo. Sovg'amni oldingmi? Ha, oldim. Rosa chiroyli gul ekan. Rahmat. Tag'in axlatga tashlab yubormagin. Yo'q, nega axlatga tasharkanman? Hozir rasmga tushib Instagramga qo'yib qo'yaman. Har doimgi ishingni qilarkansan-da. Bo'pti, qachon qaytasan? Qanaqa nafas olishimni bilardingiz shekilli, qachon qaytishimni bilmaysizmi? Shuni endi o'zingdan so'ramoqchi edim-da.
Qaytganimda telefon qilaman. Yaxshi. Kutaman. Xo'p, rahmat kattakon. Xayr, amma. Yaxshi o'qinglar. Alo, Alo, Labiya opa? Kenaya, turdingizmi? Ha, ancha bo'lgan. Bolalarni maktabga tashladingizmi? Ha, hozir mana tashladim. Anaqa, siz kiyinib tayyor bo'lib turing. Borib etaman tushasiz. Nega? Tinchlikmi opa? Aytdim-u, boradigan joylarimiz ko'p, qiladigan ishlarimiz ko'p deb. Xo'p, bo'pti. Bo'pti, xo'p, hozir boraman. Ha, Nigor? Qatga? Oyimnikiga opajon. Oyjondan ruxsat oldingizmi? Yo'q. Nimaga olishim kerak oyjondan? Erimdan ruxsat oldim-ku. Voy, zo'r ekansiz-a? Bugun ishga bormasangiz. Uyda ish to'lib yotibdi. Bu hovli joyi meniki emas, sizniki. Ishlaringizni o'zingiz qiling. Opajon, menga ko'p harakat qilish mumkin emas-ku. Bolam tonusda ekan. Qarang-a. Bizni ham bola tonusda bo'lganda itda ishlaganmiz. Ish qilmasangiz, odam chaqirtirib qildirtiring. Oyjonim begonalarni kirgizmaydi-yu, opajon. Opajon, siz borsiz-ku. Nimaga odam chaqiramiz? Iya. Oyjon qo'ymaydilar-yu, siz ham kelinsiz. Qaynonani xizmatini siz ham qilishingiz kerak. Menga qara, sendan so'rab o'rganmayman kimni nima qilishini. Bu uy-joylar hammasi seniki, meniki emas. Menga kerak emas bu uy-joy. Ishingni qilganda keyin ketgin, tushundingmi? Bo'lmasa nima qilasiz? Urasizmi? Shu urib anitga tiqib qo'yaman-ku. Qorningda bolang bor-de. Hey, ne urishvassanlar? Hech narsa bo'lmayapti. Keliningiz bugun ishga bormas ekan. Ish qilmasdan oyisinikiga ketayotgan ekan. Sizdan so'ramasdan. Qayerga ketyapsiz? Oyimnikiga. Mendan ruxsat olmadingiz-ku. O'g'lingizdan so'radim. Oyimga aytaman dedilar. Oyim doktorga olib boraman deganlar. Birinchi nevaralari-yu oyjon. Olib borsinlar, ko'rsatsinlar, pul ishlatsinlar. Men ham faqat o'g'lingizni pulini ishlatmayman-u, ekonom qilyapman. Ha, doktorga bo'lsa mayli, bora qoling. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Oyi, men ham shaharga borib kelishim kerak. Nima bor ekan sizga shaharda pishirib qo'yibdimi? Oyjon, men ham bormasam bo'lmaydi. Oyim meni nomimga shahardan uyamoqchilar. O'g'lingiz bilan ko'rib kelishimiz kerak. Nigoraxon ertaga uyda bo'lganlarida siz borasiz, xo'pmi? Endi uy sotayotgan odamlar meni vaqtimga, meni kunimga qaramaydi-yu, oyjon. Sotib yoradi, ko'rish kerak, gaplashilgan. Kichkina narsa emas-ku, oyjon. Shahboz? Endi shunga ham Shahboz akam uyg'oting. Bo'lmasam bilib ishingizni qiling, xo'pmi? Mahmadona bo'lmang. Qaynona bo'lmay ket. Cho'ramanmi bu uyda? Hovlisi ham to'zib ketadi. Kelini qilmaydi. Kenaya. Oling, hech nima yemayapsiz. Ha, yeyman, rahmat. Opa. Bugun qabristonga oyimni boshlariga borib kelamizmi? Xo'p. O'zim ham anchadan beri boraman deb yuruvdim. Hech vaqt topolmayotgandim. Birga boramiz bo'lmasam.
Choy iching. Qorningiz to'yg'izmasangiz hech qayerga bormaymiz. Xo'p, Oling. oxirgi paytlarda umuman ishtaham yo'q. Bunaqa shohona dasturxonni esimdan ham chiqarib yuborgandim. Endi har doim shunaqa dasturxon bo'ladi, o'ylamang. Alo. Alo, Daryo? Ha, opa, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Qayerdasan? Ko'chadaman. Menga qara, Daryo. Bugun qaynanam to'nini teskari kiyib, meni ko'chaga chiqarmayapti. Advokatga o'zing borasan shekilli. Mayli, xavotir olmang. Asal opam shu yerdalar. Birga boramiz. Telefon raqamini senga tashab qo'yganman. Bo'ldi. Xo'p. Ehtiyot bo'lgin. Xavotir olmang, borgandan keyin telefon qilaman. Bo'pti, xo'p. Qani oling tez. Xo'p, mana. Bo'ling, mana deb yemayapsiz. Shuncha narsani o'zim yeymanmi, kenayi? Siz ham oling. Va, Hov, keldim. keldingmi? Dodangga issiq choy bilan ovqatni olib borib ber. Va, Ha, Daryo opa qachon keladi? nima qilasan Daryo opani? G'iyossi adasi ish topgan ekan. Ha. Zavodga ishga kirgizmoqchi ekan. Xudo biladi. Yo keladi, yo kelmaydi. Nima qilib turibsan? Sovutasan ovqatni. Tezroq bor. Xo'p, ketdim. Alo. Alo. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Bolalaring qalay? Yaxshi ekanmi? Yaxshi. Juda ham sog'ingan ekanman. Ha. Qachon kelasan? Sog'indim-ku. Uyim huvillab qoldi. Erta-perta borib qolsam kerak xola. Hech ham bolalarimga to'ymayapman. Ketgim kelmayapti. Keyin advokat bilan ham ko'rishishim kerak. Ha. Yaxshi. Shunaqa gaplar. Hech ham xavotir olma. Ishlarini joy-joyiga qo'yib keyin qaytarsan. Xo'p, xola. Xo'p. Doda yaxshimilar? Yaxshilar. Qonbosingiz oshmayaptimi? Yo'q, hammasi joyida. Yaxshi. Mayli, xola. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Xola biram ajoyib ekanlar. Mehribonlar. Ko'ngillari toza ekan. Men ham o'zim xolaga ancha o'rganib qoldim. Xuddi o'zim odamim. Ancha yillardan beri ularni taniydigandekman. Yana ularga shogirdlikka ham tushib oldim. G'assollikni o'rgandim. Nima? Hali siz o'liyudingizmi? Ha? Kenayi qo'rqitmang, qanaqa? Ish qilib o'zingiz qo'rqib qolmadingizmi? Uy, to'g'risini aytsam men onamni ham, xolamni ham boshlariga kira olmaganman. Rosa qo'rqaman. Yo'q. Xolam aytadilar. Bu dunyoda o'liklardan emas, tiriklardan qo'rqish kerak deb. To'g'ri, lekin shunaqa ham deyishadi, yosh kattalar. Bilasizmi, opa? Har gal mayitni yuvgani kirganimda yuragimda nimadir qattiq ushab qoladi. Yuvib, kafalla bo'lganimdan keyin shundoq qo'yib yuboradi. Yengil bo'laman. Yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ladi.
Yo'q, men hech qachon bu ishni qila olmasam kerak. Hozir siz gapirdingiz, men qo'rqib ketyapman. Hammamiz o'lamiz-ku. Bilmadim. Bo'ldi, oling. Unaqa yuringni siqadigan gaplardan gapirmang. Ovqat yeng. Mayli. Boyadan beri ovqat yemasdan chalg'itib yotibsiz. Oling. Oling. Voy. Keyin ham qamoqdan chiqdilarmi? Hozir. Eshitaman. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Labbay. Yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Gapir, nima bo'ldi? Eshitaman. Keyin ham qamoqdan chiqdilarmi? Ha, nima edi? Yo'q, hozir ko'rib qoldim-da. Bizlar restoranda o'tirgan ekanlar. Asal opa bilan. O'shanga siz ham shodamisiz deb quvotdim. Keling, Asal bilan birga o'tiribdimi? Ha, restoranda o'tiribdi ikkalaliga. Menga qara. Ularni ko'ziga ko'rinma. Xo'p. Tushundingmi? Ha, tushundim. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Keyin gaplashamiz. Bo'pti aka. Xo'p. Xo'p. Xayr.